Hosil borlikka bor-ku, lekin ba'zida yengil rangi ham xira bo'lyaptimi? Yechim bor. Turli xildagi o'g'it ishlab chiqaruvchi Agroshams korxonasining organik NPK asosidagi KTS Line, K-Line Plus va K-Line Pro o'g'itlari hosilni to'ldirishga yordam beradi. O'simlikda kaliy yetishmovchiligini bartaraf etadi. Don va mevaning sifatini yaxshilaydi. Bu o'g'it ayniqsa paxtada tola va chigit sifatini, g'allada don to'lishini, dukkakli ekinlarda donning zichligini, makka jo'xorida bo'shshoq va don vaznini oshirishga samarali yordam beradi. Sabzavotlardan sarimsoq, piyoz va piyozni mag'zini to'ldirib, rangini chiroyli qiladi. Eng muhimi, bu o'g'itlar to'g'ri bosqichda va me'yorida berilganidagina natija beradi. Agar sizda ham xuddi shu muammo kuzatilayotgan bo'lsa, hoziroq quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing va professional 8 yillik tajribaga ega bo'lgan agronom sizga aynan mos keluvchi maslahatlarni taqdim etadi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Hosil borlikka bor-ku, lekin ba'zida yengil rangi ham xira bo'lyaptimi? Yechim bor. Turli xildagi o'g'it ishlab chiqaruvchi Agroshams korxonasining organik NPK asosidagi KTS Line, K-Line Plus va K-Line Pro o'g'itlari hosilni to'ldirishga yordam beradi. O'simlikda kaliy yetishmovchiligini bartaraf etadi. Don va mevaning sifatini yaxshilaydi. Bu o'g'it ayniqsa paxtada tola va chigit sifatini, g'allada don to'lishini, dukkakli ekinlarda donning zichligini, makka jo'xorida bo'shshoq va don vaznini oshirishga samarali yordam beradi. Sabzavotlardan sarimsoq, piyoz va piyozni mag'zini to'ldirib, rangini chiroyli qiladi. Eng muhimi, bu o'g'itlar to'g'ri bosqichda va me'yorida berilganidagina natija beradi. Agar sizda ham xuddi shu muammo kuzatilayotgan bo'lsa, hoziroq quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing va professional 8 yillik tajribaga ega bo'lgan agronom sizga aynan mos keluvchi maslahatlarni taqdim etadi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling.